Dominant biologiya milliy sertifikat kitobining birinchi variant 33, 34, 35 masalalarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, nima deyapti? Fotosintez jarayonida dastlab ma'lum miqdorda fosfat kislota bo'lgan. Demak, ma'lum miqdorda fosfat kislota bo'lgan. Uning bir qismidan fosforlanish jarayonida ATF molekulasi hosil bo'lgan. Demak, bir qismi ATF sarflanishga ketgan ekan, demak, sarflangan. Shu ATF molekulasining qanchadir miqdoridan 4320 gram miqdordagi glyukoza sintezlangan. Demak, ATFning o'zidan ham qanchadir miqdoridan, ya'ni 4320 gram glyukoza sintezlangan. Demak, 4320 ni 180 ga bo'lsak 24 molekula glyukoza sintezi uchun ketgan ekan. Demak, ketgan ATFni topamiz. 1 mol glyukoza uchun 18 ta ATF sarflansa, 24 molekula glyukoza sintezi uchun qancha ATF ketadi? 432 ta ATF sarflanar edi. Demak, sarflangan ATFlar 432 tani tashkil qilar ekan. Sarflangani. Endi bizada aytyaptiki, quyidagi savollarga mos keladigan javobni aniqlang. ATF sintezi uchun sarflanib qolgan fosfat kislota, sarflanmay qolgan fosfat kislota bizada qanchadir miqdori sarflanmagan edi. Sarflanmagan, ya'ni X deb olamiz, qanchadir qismi esa sarflangan edi. Xo'p, endi sarflangan qismini ham topdik. Mana bizada ATFni sarflanmay qolgan qismini ham topamiz. ATF sintezi uchun sarflanmay qolgan fosfat kislota qorong'ulik bosqichida hosil bo'lgan fosfat kislota birgalikda 612 molekulani tashkil etadi degan. Xo'p, bizada mana bu glyukoza hosil bo'lishi uchun 18 ta ATF sarflanadi. Shu 18 ta ATF 18 ta fosfat kislotani hosil qiladi qorong'ulik bosqichida. Mana shu ikkovi birgalikda 612 tani tashkil qiladi deyapti bizga. Ya'ni qorong'ulik bosqichida glyukoza hosil bo'ladi. O'sha paytda 18 ta ATF parchalanadi, natijada 18 ta fosfat kislota hosil bo'ladi. Xo'p, endi sarflanmay qolgan ATF 1080 gram miqdordagi glyukoza sintezlashga yetadi deyapti. Demak, 1080 ni 180 ga bo'lsak 6 molekula glyukoza sinteziga yetar ekan. O'zi 1 molida 18 ATF ketsa agar 18 ni 6 ga ko'paytirsak, demak 108 ta sarflanmay qolgan ATF ekan. Sarflanmay qolgan ATF sarflanmagani. Demak, dast avval 108 ga 432 ni qo'shsak 540 molekula ATF bo'lgan. Shu 540 molekula ATFning 432 tasi sarflangan, 108 esa sarflanmagan. Bitta fosfat kislota bitta ATFni hosil qiladi fosforlanish jarayonida. 540 ta ATF 540 ta fosfat kislotadan hosil bo'lgan hisoblanadi. Ya'ni 540 ta bu sarflangan, ya'ni fosforlanish jarayonida ishtirok etgan fosfat kislota hisoblanadi. Endi bizada aytyaptiki, 33-da dastlabki fosfat kislota miqdorini aniqlang degan. Xo'p, bizada sarflanmagan va qorong'ulik bosqichida hosil bo'lgan fosfat kislotaning miqdori ma'lum, ya'ni 612 ekanligini. Biz qorong'ulik bosqichida sarflangan ATF miqdorini bilamiz, ya'ni 432 ta, 18 ta ATF ketgan bo'lsa, 18 ta fosfat kislota hosil bo'lgan hisoblanadi. 432 tasidan esa 432 ta. 612 dan 432 ni ayirsak, demak 180 ta bu sarflanmagan fosfat kislota hisoblanadi. Demak, ikkovini qo'shsak agar 180 ga 540 ni, demak, dast avval 720 ta fosfat kislota bo'lgan ekan. Demak, 33 da javob A. Qaytaraman, 720 qayerdan keldi? Xo'p, bizada sarflanmagan, ya'ni fosfat kislota bilan fosforlanish jarayonida ishtirok etmagan fosfat kislota bilan qorong'ulikda hosil bo'lgan fosfat kislotaning yig'indisi 612 ga teng edi. Biz qorong'ulik bosqichida parchalangan ATFni sonini bilamiz, ya'ni 432 ta ATF
18 ta ATFga 18 ta fosfat kislota to'g'ri kelsa 432tasiga 432ta. O'zida 612 edi. 612dan 432ni ayirsak, bu qorong'ulik bosqichda hosil bo'lgan fosfat kislota, qolgan 180tasi esa fosforlanish jarayonida ishtirok etmagan fosfat kislota hisoblanadi. Xo'sh, 180 sarflanmagan va sarflangan 542 yig'indisi 720 ni beradi. 34. Hosil bo'lgan jami ATF miqdorini aniqlang degan. Xo'p, hosil bo'lgan jami ATF miqdori bu bizada 540 dastavval topgan edik. Ya'ni fosfat kislotaning 540 tasi fosforlanishda ishtirok etgan bo'lsa, 540 ta ATF hosil bo'lgan bo'ladi. Demak, 34 ta javob D. Xo'p, 35 ta nima deyapti? Tilakoidda sarflangan ATF miqdori. Tilakoidda, ya'ni yorug'lik bosqichi sodir bo'ladi. 18 ta ADF plus 18 ta fosfat kislotadan hosil bo'ladi 18 ta ATF, ya'ni fosforlanish. Xo'p, bizada 18 ya'ni 540 ta ATF hosil bo'lgan bo'lsa, demak 540 ta ADF sarflangan hisoblanadi. Bunda ham javob D hisoblanadi. Xo'p, 36-savolni yechimini ko'rib o'tamiz. Xo'sh, uzunliklari 1,25, 1,5, 1,75 bo'lgan 4 ta DNK molekulasida ikkinchi va uchinchi DNK molekulalardagi umumiy miqdorda 780 ta vodorod bog' va 180 ta guanin nukleotlari mavjud. Birinchi DNK molekulasini mutatsiya natijasida 30 juft nukleotlarni, to'rtinchi DNK molekulasi esa 15 juft nukleotlarni yo'qotdi. 4 ta DNK molekulasidan sintezlangan oqsillar tarkibidagi jami peptid bog'lari sonini aniqlang debdi. Xo'p, demak 4 ta DNK chizib olamiz. Har doim DNK masalalarida DNK ni chizib olish shart, ya'ni adashmaslik uchun. Demak, 4 ta DNK chizib olamiz. Xo'p, mana 4 ta DNK'miz bor. Bizada aytyaptiki, demak, har birining uzunliklari 1,25, 1,5, bittasiniki 1, bittasiniki oxirgisini esa 1,75 ga teng ekan. Xo'sh, ikkinchi va uchinchi DNKdagi umumiy miqdorda 780 ta vodorod bog' bor ekan va ularning guaninlari soni yig'indisi 180 tani tashkil qiladi. Xo'p, biz bilamizki, vodorod bog'lardan guanin sonini ayirsak, umumiy nukleotlar kelib chiqadi. Demak, 780 dan bu vodorod bog'i edi, 180 ni ayirsak, demak 600 ta bu umumiy nukleotlar soni hisoblanadi. Ikkala DNKda, ya'ni ikkinchi va uchinchida. Xo'p, ulardan har birini nimasini topamiz? Nukleotlarni topamiz. Xo'sh, ikkinchi DNKda bizada 1,5 nisbat edi, uchinchi DNKda esa 1 nisbat. Ko'vi 2,5 bo'ladi. Bizada 600 ta edi. Demak, 600 bo'lganda bu qancha deb topamiz. Xo'p, demak, bu 240 bo'ladi uchinchi DNK bo'lsak agar, bu esa 1,5 ga ko'paytirsak agar 360 bo'ladi. Demak, ikkinchi DNKda 360 ta, ikkinchi DNKda esa 240 ta nukleot bor ekan. Topdik. Endi birinchi DNK molekulasi mutatsiya natijasida 30 juft nukleotlarni, to'rtinchi DNK molekulasi esa 15 juft nukleotlarni yo'qotdi. Avval birinchi va to'rtinchi DNK nukleotlarni topib olamiz nisbat orqali. Bizada birinchi DNK bilan, masalan, mana bular nisbati berilgan edi. 360 ta ikkinchi DNKda bo'lsa, demak, o'z-o'zidan proporsiya qilib topsak agar, xo'p, 300 ta 1,25 bo'lsa, 360 ni 1,25 ga ko'paytirib 1,5 ga bo'lsak yoki 240 ni 1,25 ga ko'paytirsak, 300 ta nukleotid birinchi DNKda, to'rtinchi DNKda esa 240 ni 1,75 ga ko'paytirsak 420 ta to'rtinchi DNKda bo'ladi. Endi bizada aytyaptiki, xo'p, birinchi DNK molekulasi mutatsiya natijasida 30 juft nukleotlarini
30 juft nukleotitlari bu 60 ta bo'ladi. Demak, 300 dan 60 ni ayirsak 240 ta nukleot bo'lib qolgan hisoblanadi. 4-chi DNK esa 15 juft. Demak, 420 dan 30 ni ayirsak, demak, uning nukleotlari 390 ta bo'lib qoladi. Xo'p, 4 ta DNK molekulasi sintezlangan oqsil tarkibidagi peptid bog'lar yig'indisini toping debdi. Xo'p, masalan, endi birinchi DNKda bizada bo'lib qoldi. Birinchi DNKmizda 240 ta nukleotid. Shuni 6 ga bo'lsak agar, bizada 40 ta amino kislota bo'ladi. Nima uchun 6 ga bo'ldik? Chunki DNKdan RNKga o'tish uchun 2 ga bo'lamiz. Amino kislotani topish uchun esa 3 ga bo'lamiz. Shuning uchun sirazi biz 6 ga bo'ldik. 40 ta amino kislota bo'ladi. 1 ni ayirsak agar, demak, peptid bog'lar soni 39 ta bo'ladi. Ikkinchi DNKda esa manda umumiy nukleot 360 dedi. 360 ni 6 ga bo'lsak, demak, 60 ta amino kislota bo'ladi. Xo'p, 1 ni ayirsak agar, demak, 59 ta peptid bog' bor ekan. Xo'p, 3-chi DNKmda manda 240 ta nukleotid bor edi. 240 ni 6 ga bo'lsak, demak, 40 ta amino kislota bo'ladi. 1 ni ayirsak, demak, 39 ta peptid bog'. 4-chi DNKda esa bizada 390 ta nukleotid edi. 390 ni bo'lsak agar 6 ga, xo'p, bu bo'ladi bizada 65. 65 dan 1 ni ayirsak, demak, 64 ta peptid bog' bo'ladi. Hammasini qo'shsak, demak, 204 ta peptid bog' bo'ladi. 201 ta peptid bog' bo'lar ekan bizada. Javob 201. Xo'p, keyingi 37-chi masalani ko'rib chiqamiz. Ozgina xiraroq bo'libdi. Diploid navli 2N14 o'simligida chang-donidagi birlamchi jinsiy hujayralar mikrosporosit hujayralarining 70% qismi meyoz bo'lish natijasida mikrospora hujayralari hosil bo'ldi. Xo'p, demak, urug'lanishga doir masala ekan. Demak, birlamchi jinsiy hujayralarning mikrosporatitlar 2Nlik birinchi meyoz bo'linish natijasida deyapti. 2 ta mikrospora bo'linadi. Xo'sh, jinsiy hujayralar deyapti. 70% qismi meyoz bo'linish natijasida mikrospora hosil bo'ldi. Demak, o'zi meyoz natijasida 4 ta gaploid to'plamli mikrospora hosil bo'ladi. Xo'sh, demak, dastlabkini x deb olsak, demak, 0.75 x urug'lanishda qatnashibdi. Demak, o'zi bittadan 4 ta mikrospora hosil bo'lsa, 0.7, uzr, kechirasiz, 0.7 x tasi, xo'p, 2.8 ta mikrospora hosil qilgan hisoblanadi. Mikrospora. Endi bizada aytyaptiki, hosil bo'lgan gaploid to'plamli hujayralarning 50% qismidan chang donalarining esa 25% qismidan esa spermiyalar hosil bo'ldi. Agar qo'sh urug'lanish jarayonida spermiyalarning barchasi ishtirok etgan bo'lsa va jami urug'lar endosperma tarkibida 756 ta avtosom xromosomalari mavjud bo'lsa, dastlabki mikrosporosit hujayralar sonini aniqlang debdi. Xo'p, orqadan ketamiz. Bular shart emas ekan bizada. Demak, hammasi spermiyalarning urug'lanishda qatnashgan va endosperm tarkibida, ya'ni 3N tarkibida 756 ta avtosom xromosoma bor deyapti. Xo'p, biz bilamizki, bug'doyning o'zi avtosoma deb yozaylik. Bug'doyning o'zi 2N da 14 ta, demak 3N da 21 ta xromosoma bo'ladi. Shundan 3 ni ayirsak agar, demak 18 ta, ya'ni 3 ta jinsiy xromosoma bo'ladi, avtosoma xromosomasi bo'ladi endospermda. 756 ni 18 ga bo'lsak agar, demak 42 ta endosperm bo'lgan hisoblanadi. Endosperm hujayrasi. Xo'p, endi har doim 40 ta urug' uchun
bitta urug' uchun 2 ta spermiy qatnashadi. 42 ta uchun 84 ta spermiy qatnashadi. 84 ta spermiy. Ya'ni bu 84 ta spermiy o'zi mana bu mikrosporazit bo'linadi. 2 ta chang donasi hosil qiladi. Vegetativ va generativ. Generativni o'zi 2 ga bo'linib 2 ta spermiyni hosil qiladi. Mana shu 84 ta spermiy, ya'ni bitta chang donasi 2 ta spermiyni hosil qilsa, 84 ta spermiy 42 ta chang donasidan hosil bo'lgan hisoblanadi. Va bizada aytyaptiki, chang donalarining 25% qismidan spermiy hosil bo'ldi. Bu chang donasi bo'ladi. Ya'ni shu 42si 25% bo'ladi. 100% qancha desak agar, demak 168 ta chang donasi hisoblanadi. Ya'ni generativ hujayra. Chang donasi. Xo'p, endi shu chang donalarining, ya'ni bizada hosil bo'lgan gaploid to'plamli hujayralarning deyapti 50% qismidan chang donalari hosil bo'ldi deyapti. Demak, shu 168i 50% deymiz. 100% qancha? 336 ta bo'ladi. Ya'ni 336 ta bu bizadagi gaploid to'plamli hujayralar hisoblanadi. Endi bundan biz topib olishimiz kerak mikrosporazitlarni, ya'ni dastlabki mikrosporalarni. Mikrosporazit, bizada mikrosporazit topilgan edi. Mikrospora. Xo'p, endi bitta mikrosporazit 4 ta mikrosporani hosil qilsa, 336 tasi 84 ta mikrosporazitdan hosil bo'lgan bo'ladi. Lekin bu mikrosporazitning hammasi bo'linmagan, ya'ni faqat 70%, 100% qancha deb topsak, demak 120 ta dast avval mikrosporazit bo'lgan hisoblanar ekan. Javob 120. Xo'p, keyingisi 38-savolni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'simliklarda quyosh nuri energiyasi hisobiga organik modda sintezlandi. Barg hujayralarining tilakoidlarida quyidagi jarayonlar kuzatildi. Stromada hosil bo'lgan glyukozaning chala parchalanishi natijasida anaerob sharoitda jam miqdorda 90 kilojul issiqlik energiyasi hosil bo'ldi. NADFHning 30% miqdori qorong'ulik bosqichiga o'tgan, deyapti. Xo'p, demak, avval reaksiyani yozib olamiz. Ya'ni bu 38-masala edi. Xo'p, suv, ya'ni plus x ta NADF plus y ta ADF, ya'ni tilakoidda kechadi, ya'ni yorug'lik bosqichi, fosfat kislota, kislorod plus NADFH chiqadi va plus ATF chiqadi. Qanchadir miqdorda. Xo'p, bizada nima deyapti? Mana bu yoqda stromada hosil bo'lgan glyukozaning chala parchalanishi natijasida anaerob sharoitda jam miqdorda 90 kilojul energiya hosil bo'ldi. Xo'p, bizada o'zi 1 mol glyukoza hosil bo'ladi va shu glyukoza deyapti bizada chala parchalangan va 90 kilojul issiqlik chiqqan. O'zi issiqlik chiqishida 120 kilojul issiqlik chiqadi, lekin 1 moldan chala parchalanganda bizada 9 kilojul degan. 9 mol 9i bu 0,75 molni tashkil qiladi. Ya'ni shu 0,75 mol glyukoza qorong'ulik bosqichda hosil bo'ladi. O'zi 1 mol glyukoza uchun 18 ta ATF ketsa qorong'ulik bosqichida 0,75 moli nechtadan chiqadi deb topamiz. Xo'p. Ya'ni 0,75 ni ko'paytirsak 18 ga 13,5 mol ketadi. O'zi esa savolda nima deyapti? Fotosintezning yorug'lik bosqichi reaksiyasida X ning miqdorini aniqlang degan. Xo'p, biz nazariy jihatdan uning nimasini bilamiz? Ya'ni 18 ta Y 18 ta ATF ketsa, NADFHdan esa 24 ta ketadi.
Xo'p, bizada endi qavusning ichida aytgan, ya'ni 0,3 mol, ya'ni 3% miqdori qorong'ulik bosqichga o'tgan degan. Xo'p, o'zi natifni topsak bo'lar ekan, ya'ni x ni so'ragan bizada. 1 mol glyukoza uchun 24 ta natif H ketadi. Natif H ketadi. 0,75 mol uchun esa 18 ta ketadi. Shu 18 tasi 30% desak, ya'ni qorong'ulik bosqichga o'tgan hisoblanadi. 100% qancha desak, demak 60 ta bo'lgan ekan. Dast avval, demak x teng 60. Demak dastlabki qism 60 bo'ladi. Xo'p, keyingisi 39-masalani ko'rib chiqamiz. Tovuq va xo'rozlarda tojning shakli komplementlar genlar ta'sirida namoyon bo'ladi. Pataning oltin va kumush rangda bo'lishini ta'minlovchi genlar jinsi X xromosomaga birikkan holda irsilanib, oltin rang kumush rangi nisbatan dominantlik deyapti. Xo'p, avval genotip va fenotiplarni yozib olamiz. Bilamiz, tovuqlarda ikkala nol gen dominant bo'lsa, xo'roz shakli xo'rozda yong'oqsimon bo'ladi. Agar birinchi gen dominant bo'lsa, gulsimon. Agar ikkinchi gen dominant bo'lsa, no'xatsimon. Hammasi resessiv bo'lsa, oddiy bo'lar edi. Xo'p, endi bizada aytyaptiki, oltin rang kumush rang ustidan dominant va ular x ga birikkan hisoblanadi. Demak, bunisi oltin rang dominanti, bunisi esa kumush rangni belgilaydi. Xo'p, endi nima deyapti? Gulsimon tojli, patining rangi oltin rangli heterozigota bo'lgan xo'roz. Demak, xo'roz deyapti bizada. Gulsimon tojli bo'lsin. Xo'sh, oltin rangli heterozigota, demak D katta D kichikli. Xo'p, va no'xatsimon tojli, patining rangi kumush rangda bo'lgan tovuq zotlari chatishtiriladi. Demak, no'xatsimon tojli, patining rangi kumushsimon bo'lgan, demak, tovuq o'zaro chatishtirildi. Barcha shakldagi tojli xo'roz, tojli jo'jalar olindi. Bizada barcha shaklni olish uchun ikkala tarafda ham A kichik bo'lishi kerak. A kichik demak, ya'ni resessiv genlar bo'lishi kerak. Demak, bu yoqda ham B kichik qo'yamiz. Xo'p, endi F1da olingan jo'jalar ichida 60 ta oddiy tojli jo'jalar, 120 ta oltin rangli jo'jalar olindi. Yong'oqsimon tojli jo'jalarning nechtasi kumush rangga ega bo'ladi debdi. Xo'p, demak, pine chizamiz. A katta, B kichik, X D katta. A katta, B kichik, X D kichik. Bu xo'rozning gametalari. Keyingisi A kichik, B kichik, X D katta. A kichik, B kichik, X D kichik. Xo'p, tovuqniki esa A kichik, B katta, X D kichik. A kichik, B katta, Y. Keyingisi A kichik, B kichik, X D kichik. Keyingisi esa A kichik, B kichik, Y ni tashkil qiladi. Endi yong'oqsimon tojli jo'jalarning nechtasi kumush rangga ega bo'ladi degan. Xo'p, demak, yong'oqsimon bizada A katta, B kattalik bo'ladi. Xo'p, o'shalardan A katta, B katta hamda kumush rangli, ya'ni D kichikni topishimiz kerak. Farqi yo'q. X ga birikkanmi, Y ga birikkanmi, farqi yo'q. Xo'p, bu naqllar hozir bizada mana bular ikkita ekan, ya'ni boshqalarda uchramaydi. Yong'oqsimon ikkita, bitta xo'roz, bitta tovuq. Va endi bizada aytyaptiki, 60 ta oddiy tojli jo'jalar olindi. Oddiy tojli bizada xo'p nechta
Yokida bizada o'zi yong'oqsimonlar, mana bular yong'oqsimon bo'ladi, lekin oltin rangli bo'ladi. Xo'p, o'zi 4 ta yong'oqsimonni ichidan 2 ta nima bo'ladi, ya'ni kumushsimon bo'ladi ikkitasi. Oddiy tojli esa bizada mana bu oddiy tojli. Xo'p, mana bu oddiy tojli. Ikkitasi oddiy tojli ekan, ya'ni demak 60 ta nechidan necha deb topsak 30 ta bo'ladi. Xo'p, keyingisi 40-ni ko'rib chiqamiz. 40-masalani. Odamlarda qon guruhlari bir necha allergenlar ta'sirida yuzaga chiqadi. Xo'p, birinchi qon guruhli bilamiz 00, ikkinchi qon guruhli A0 yoki AA, uchinchi qon guruhli B0 yoki BB, to'rtinchi qon guruhli esa AB bo'ladi. Sochning jingalak bo'lishi silliq bo'lish ustidan chala dominantlik qiladi. Heterozigotlarlarda to'lqinsimon bo'ladi. Demak, jingalak bo'lishi dominant. Xo'p. Demak, heterozigota bo'lsa to'lqinsimon. Xo'p, agar resessiv bo'lsa, agar silliq sochli bo'ladi. Endi otasi 4-chi qon guruhli to'lqinsimon sochli. Demak, otasi 4-chi qon guruhli jingalak sochli. To'lqinsimon sochli. Demak, J katta, J kichik. Onasi esa 3-chi qon guruhli to'lqinsimon sochli, demak, bo'lgan 2-chi qon guruhli to'lqinsimon sochli qiz o'ziga o'xshash genotip va fenotipli yigit bilan turmushga qurdi deyapti. O'ziga o'xshagan genotipli va fenotipli bilan turmush qurdi. Ushbu oilada tug'ilgan farzandlarning necha foizi birinchi qon guruhli jingalak sochli bo'ladi deb degan. Xo'p. Endi bizada 2-chi qon guruh tug'ilishi uchun mana bu yoqda bitta A'sini otasidan olgan, demak, mana bu yoqda 0 bo'lgan, ikkinchisini onasidan olgan vaqtda u qiz 2-chi qon guruhli bo'ladi. Demak, qiz A0 bo'lgan, heterozigota. Xo'p, endi bunda biz chatishtirsak, ya'ni A0ni o'zaro chatishtirsak, mana bundan 2 ta. Ya'ni bitta 1/4 ta olinadi. Jingalak sochlini ham chatishtirsak, o'zaro xo'p, bizada aytyaptiki, necha foizi birinchi qon guruhli jingalak sochli. Birinchi qon guruhli bo'lish 1/4, jingalak sochli bo'lish ham 1/4. 1/4 ko'paytiramiz 1/4. Demak, 1/16. Foiz esa 6,25% bo'ladi. Ya'ni birinchi qon guruhli jingalak sochli 16 ta avloddan bittasida uchraydi. 25%, 6,25% bo'ladi. Xo'p, demak, 41-masalani ko'rib chiqamiz. Yozma ish masalasini. Pomidor o'simligida poyaning qizil rangda bo'lishi akatta. Demak, poyaning qizil rangda bo'lishi akatta. Mevasining qizil rangda bo'lishi, demak, poyaning qizil bo'lishi, mevasining qizil bo'lishi B katta. Mevasining yumaloq shaklda bo'lishi C katta. Yumaloq bo'lishi C katta. Degan. Poyaning baland bo'lishi esa D katta. Baland bo'lishi D katta bo'ladi. Demak, yashil poyali esa resessiv.
mevasining sariq bo'lishi resessiv. Noksimon bo'lishi ham resessiv ekan. Poyastning past bo'lishi esa ham resessiv hisoblanadi. Demak, poya va mevasi qizil, yumaloq mevali, uzun poyali pomidor o'simligi poyasi yashil, past, meva sariq, noksimon bo'lgan o'simlik bilan chatishtirildi. Efirda 500 ta poyasi qizil, mevasi qizil va yumaloq mevali va baland bo'yli o'simliklar olingan. O'simliklar tahliliy chatishtirilganda quyidagicha natija olindi degan. Xo'p, demak, birinchida gamazigota qizil. Xo'p, qizil mevali, poyasi qizil, mevasi qizil, nima bilan degan? Poyasi